Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Bugün sizlerge aldığımızda yani 9. ayda London'da ikinci kıtımlık içiladigan Uygur Müstakil Sot Kollegiyası hakkında bazı fikirlerimizni ve iltimaslarımızı ortaklaşmakçı. Şu münasebet bilen yana ekran aldığı çıkıp sözleşki doğru ki vatıdı. Aziz vatandaşlar hemmanlardan haberi boğandikidek 6. ayının 4. günden 7. günügacha Londonda Uygur Müstakil Sot'ti nayt muvaffaqiyat ötküzüldü. Bu sotning ahamiyati, bu sotning qandaq o'tganligi haqida bu yerda so'zlash hajatsiz, chunki necha minglagan qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz, vatansevar insonlarimiz ekran oldida yarim kechalarda turib bu sotni nayt qiziqish bilan butun jarayonlarni ko'rdi. Şununla bir yerde bu doğruluk artık sözleş hacatsiz. Ama bir qancha noktalarını eskertip koyuş gerek. Çünkü qarindoshlarimiz ekran aldığı kömegen. Ama bu sotning ekranning arkası hizmet kılan, nurgulluğun pidayı insanlarımız var. Ve şundakla bizning özümüzning Uygur, Kazak ve yani Şarkı Türkistanlıklardan başka muşu sotning vücut çıkışı ve muvaffaqiyatlik amalga ashish uchun hizmet kılan Uygur bombagan, Uygurni qo'llagan, Uygurning do'stlari insoniyatga xizmat qilishni o'zining milliy majburiyati deb bilgan insonlar bu to'g'riliqmi biroz ma'lumot berib o'tish ortiqcha emas deb o'ylayman. Biz 6. ayning 22. kunisi sotdan 2 haftadan keyin Dünya Qurultiyi bir yig'in chaqirib, mushu sotning muvaffaqiyatlik o'tishi uchun moddiy va ma'naviy yordamlarda bo'lgan, ajr qilgan vatandoshlarimiz bilan bir to'r yig'in o'tkazib, ularga ayrı-ayrı rahmatlarimizni ifoda qilgan edik. Bu yerda sot mahkamasida muvaffaqiyatli o'tishi uchun hammamizning xabardor bo'lgandagidek jazo kamplarida yetib chiqqan kamp shohidlarining o'ynagan roli favqulodda muhim bo'ldi. Oilalari haqida guvohlik berganlar bo'ldi. O'zimizning ichidan mutaxassislik salohiyati bilan guvohlik berganlar bo'ldi. Bularga biz ayrı-ayrı rahmatlarimizni bildirdik. Onundan başqa bu sotning muvaffaqiyatli ochilishi uchun moddiy yordam qilgan tashkilotlarimiz bor, shaxslarimiz bor. Bularga to'r yig'inimizda alayda rahmatlarimizni bildirgan bo'ldik va shundaqla sotning bütün materiallarini, ya'ni bu sotga 10 ming betdan ortiq material topshirilgan. Bu materiallarni tarjima qilish ishiga qatnashgan xolisona fidoyilik bilan xizmat qilgan bir nurg'unlagan qarindoshlarimiz, ziyolilarimiz va ularga ayrı-ayrı rahmatlarimizni bildirdik. Va undan boshqa bu sot jarayonida har qaysi davlatlardan kelgan sot qatnashgan guvohchilarni kutib verish ishlariga yordam qilgan qarindoshlarimiz va ularga ayrı-ayrı rahmatlarimizni bildirdik. Ve pak toplash jarayonida kecha kunduz xizmat qilgan, suhbatlarni o'tkazgan, ben bunu rətlab chiqqan va shundaqli guvohlik bergan nurg'un vatandoshlarimiz va ularga ayrı-ayrı rahmatlarimizni bildirgan bo'ldik. Endi bizning bu yerda yana deb o'tadiganimiz bu sotda Uygur bo'lmagan, ya'ni dunyoda insonlik uchun xizmat qilishni, haqqoniyat uchun xizmat qilishni o'zining bir kishilik insoniy vazifasi deb bilgan nayt go'zal insonlarga şahit olduk yerda. Çünkü sizim ko'rgandagidek sotda sot hayitida yer olgan 9 sotchi bor, advokatlar bor. Bular sizlarni sanida ko'rgan insonlar. Bular bak dunyoda nay ta'siri bo'lgan, nayti qimmatli insonlar. Ama mushu insonlar o'zlarining bir yildan ortiq vaqtini sarf qilib, mushu to'plagan 10 necha ming bet materiallarni ko'rib chiqib, turlarga ayirib ve sot jarayonida şu materiallar asosan savollarni so'rab, nayti xalqaro o'lchamda haqiqiy xalqaro tarafsiz bir sot mahkamasining davom qilganligiga shohid bo'ldik. Undan boshqa u sanda biz ko'rgandan boshqa oqsida buning xalqaro matbuotlarga taqtish xizmat qilgan eng azında 20 dan ortiq mutaxassislar, ya'ni texnik mutaxassislar xizmat qildi. Nurgulluğun doktorlar, psikologlar. Çünkü muşu sot jarayonida, sotning jarayonida bizning guvohchilarning
bulupmu kamplar yetip çıkan kamp şahitlerinin naq meydanda şu özünün kögen yaşayan açık akıbetlerini sözlügen vaktimizde tuyuksuzdan salametlik özgürüş yok olduğun, kan besim örlep gittiğin ahvallarga şahit bulduk. Naiti için işlik insan köz yaşlarını tutanmavatkan yani televizyonda ekranı görüş ayrıken ama naq meydanda bu vaziyetlerge şahit buluş. Çünkü bu da ekranda kösülmegen hadisler. Bunun için hakikaten tez. Muşu vaxtlarının üzde psikologlar, doktorlar davamlıq bularının qeşidi bulup, hizmet kılıp, bulağa medet verdi. Bular Uyghur ile münasebeti olmayan fakat insanlık için hizmet kılan güzel insan. Bu işlerin hemmisine halisane hizmet kıldı. Halisane işledi bu işlerin hemmisi. Şununla biz bu meselede özümüz bizge okşaydıgan izilgen milletlerinin vaziyetiga biz Uygurlarni qanchalik yordam qilaladik ve bunun degan qilalaymiz degan narsani davomli o'ylab turishimiz kerakkan. Çünkü biz albatta bugun 21 asrda Uygurlarga o'xshash, Sharq Turkiston xalqiga o'xshash egir azap çekiyotgan milletler bek az ama şu yok emas. Yani bizmi başka milletlerge o'xshash bizge yordam qilin sungandek bizmi özümüz başka milletler bizge o'xshash vaziyatlar duch kelgan vaqtida bizmi qo'limizdan yordam qilish lozimligidan iborat bu darsni chiqarishimiz kerak. Endi men bugun bu yerda demoqchi bo'lganim 9 ayning 10 kunidan 13 kuniga 4 kun ikkinchi qatimliq sud ochildi. Bundan keyin yani 3 ay vaqtdan keyin 12 ayning başları ve ayak o'tirlarda sud en ahir qaror chiqdi. Shuningga 9 ayda bo'lgan sud mahkamasi favqulodda muhim. Bu iki noktadan muhim. Biri 6 aydaki sud ko'rganinglardagidek 38 xalqaro mutaxassislar bo'lib, Sharqiy Turkistonliklar bo'lib, toplam 38 kishi guvohlikka berildi. Endi 9 ayda yana belki 30'dan ortiq insonning guvohligi berildi. Bunun ichida xalqaro mutaxassislar var. Yanıla Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, O'zbek bo'lib, shu bugungi Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik guvohlik beradigan insonlar bor. Tabii bularning qanchaligini sud tanlaydi, yani o'xshash hikoyalar, o'xshash sarguzashtlar bo'lganlardan 20 adam guvohlik bergan bo'lsa, uning ichidan birini tanlashi mumkin. Chunki kimni tanlash, kimni sudga chaqirish bu tamamen sud mahkamasining ixtiyorligidagi, shularning qaroriga bog'liq bir munosib masala. Endi ama bularga paketlarni to'plab berish, ularga to'plangan paketlarni tarjima qilib yetkazib berish bizning xizmat doiramizdagi ish. Shuning uchun biz hozirgacha bir qancha qatim bu haqda uqtirishlarni chiqardik, chaqiriqlarni qildik. Oldin qatimliq sud uchun 200 dan ortiq insonning guvohligi ilindi. Yazma şekilde veya ki ovozli veya ki videoluk şekilde. Ulardan Uygurlardan, Qozaqlar, Qirg'izlar, Sharq Turkistonliklardan bo'lib toplam 24 kishini sudga chaqirdi, guvohlik berdi. Ba'zilari to'rdan qatnashdi, ba'zilari naq maydonga berib qatnashdi. Endi 9 ayda o'xshash shaklda ma'lum nisbatda shu Sharqiy Turkistonlik guvohchilar sudga chaqirildi. Belki guvohlik berganlarning hammasi sudga chaqirilmasligi mumkin. Ammo bularning hammasi sud kollegiyasining eng oxirgi qarorlarini chiqarish uchun nihoyat qimmatli materiallar bo'ldi. Ular bergan materiallar, bergan guvohliklarning hammasi ingliz tiliga tarjima qilinib, sudning tor betida e'lon qilindi ve eng oxirida sud kollegiyasi 12 oyda umumiy qarorni chiqargan vaqtning o'zida mushu bergan guvohliklarning hammasi shu dokladda o'rin oladi. Shuning uchun aziz vatandaşlar, mushu oldin qatimliq sudni ko'rdik, guvohlik berganlarni angladik. Shuningga o'xshamaydigan va yoki shuningga o'xshaydigan, ya'ni farqli shaklda Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligini kuchlantirib beroladigan, o'zimizning aile suchirgan, anglagan, bilgan, hatto Xitoyda o'z vaqtida hukumatlarga xizmat qilgan, Xitoyning shu Uyg'urlar olib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'lgan, ko'zi bilan ko'rgan va yoki oilasi o'zi bizzat buni yashagan, ya'ni qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar mushundaq voqealar haqida guvohlik berishinglarni orzu qilamiz.
Bu guvalıkның vaqtini aytib, qisqa az bir vaqt qaldı. Muşu 7 ayının 25-gacha bo'lgan. Yana 15 kunlik bir vaqtimiz bor. Muşu 15 kun vaqtning ichida bu guvalıklarni yetkazib bersamlar, andan keyin uni tarjima qiladigan gap, ularni sotga yo'llaydigan gap. Chunki butun tayyorliklar 8 ayının 5-gacha bitib bo'lish kerak. Chunki undan keyin sot kollegiyasi kimlerning sotga chaqirildi, kimlerning materiallari to'rbat bilan uni qaror qildi. Chunki vaqtimiz bek az. Shuning men bugun demakchi bo'lgan muhim sizlarga qildigan murojaatning birisi butun vatandoshlar biraz cesaret gösterib, qanchalik ko'p ma'lumotlarni ta'minlab bersak shuncha yaxshi. Shuningda bu ma'lumotlarimizni ta'minlab bersak, ma'lumotlarni ta'minlab beradigan adres Uyghur Adalet Arxiv Ambiri. Yani bunun mas'uli Baxtiyor Ömer Efendi. O Baxtiyor Ömer'e tayyorlab bersak bo'ldi va yak dunyo qurultiga yo'llab bersak bo'ldi. Ama oxirida bir yak bordi. Bu birinchi deydiganimiz. Ikkinchisi hamda 9 aydagi bu sot uchun moddiy bir safarbarlik e'lon qilmoqchi. Hozirgacha sotning toplam chiqimini 380 ming Amerika dollari deb taxmin qilingan. Bu pulning asosiy qismi vatandaşlarımızın yardımı bilan, vatanperver insanlarımızın yardımı bilan, ticaretçilerimizin yardımı bilan ve şundaq bir qismi torlarda e'lon qilingan i'oni yig'ish safarbarligi bilan asosiy qismi toplangan. Az bir qismi qilib qolgan. Bu munosabat bilan buni moddiy va ma'naviy yordam qilgan, ismini bildirishni xohlamagan, hatto ismini bildirishni xohlamagan, ammo kelajakda bir kunlarda bu tarix betleriga yozilgan yardım qilgan insanlarımız var. Ularga bir yerde bir qatim rahmat etishni bir milliy majburiyat deb bilaman. Hamda bu qatimki sotdinki chiqimi biz emas, sot kollegiyasi o'z vaqtida taxmin qilgandan biraz eshib ketdi. Chunki biri bu sot boshlanib, tayyorlik xizmati boshlangan vaqtida o karantin meselesi, anın deyinkin bula hesapta katılmagan bexatarlik meselesi de normal bir jarayonda qaralgan. Ama bilgininglardikidek bu sotga guvochi bo'lib kelgan insonlar normalda 3 kun turadigan gap ya 4 kun turadigan gap, guvohlikdan keyin qaytadigan gap. Ama 10 kundan 11 kungacha turish to'g'ri keldi. Çünkü 7 gün 6 günlük karantin nimesi bo'ldi. Andan keyin her qatimlik karantin vaqtida 2 qatim test qilish kerak. Bunun testning o'zimi birmuncha pullik gap, maliyat Angliyada qimmat gap. Shunday qilib biz o'ylamagan shaklda Angliyadagi yotoq, tamoq, mush karantin jarayonidagi andan keyin kelganlarning yo'l kirasi, mushlarning hammasi o'ylagan nisbatdan ma'lum nisbat eshib ketib qoldi. Andan keyin xabaringlar bo'lgandagidek bu sot boshlanish az qolgan vaqtda Xitoy ishchi va sirtida bu sot qilishdan ajoyib qattiq hujumlar boshlandi. Bo'libmi kamplar yetib chiqqan kamp shohidlarimizga telefonlarni qilish orqali Xitoy bexatarlik xodimlari, chet eldagi Xitoy bexatarlik xodimlariga xolisona xizmat qilayotgan o'zimizning ichidagi bir qism Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari, atalmış bayonotchilar deyli, bularning ro'yi besimini eg'ir bo'ldi va Xitoyni har xil usullar bilan tahdidlarni qilib, xuddi bu sotni ko'langi chiqiradigan muvaffaqiyatli olib berilmaslik uchun harakat qiladigan avvallar bo'ldi. Uning uchun bexatarlik masalasi sot boshlanish az qolgan vaqtida jiddiy bir masala bo'lib o'tirib chiqdi. Uningdan keyin sot kelamdigan uzoqdan qatnashadiganlarning internet bexatarlik masalasi o'tirib chiqdi. Shuning bilan bu sizlarni ko'rgan bu sot echilgan sot kollegiyasi, yani Court Chamber, Westminster Court Chamber degan Angliyaning eng dangliq sot kollegiyalarining birisi. Tarihi. Bunun asli bir kunda o'xshash bu sotda eng aqimda 5-10 yerda o'xshash bo'lmagan zallarda sotlar, faoliyatlar bo'ldigan gap. Bu sot kollegiyasining bir sot bo'ldigan zalni kiralagan. Dastlabki kira nimasi 8 ming pound sterlin, yani 10 ming euro atrofida yoki 12 ming dollar atrofida planlangan. Ama Xitoy buning nisbatan har xil buzg'unchilikni qilish va sotga guvochi bo'lib kelganlarning bexatarlik masalalarini ko'z tutgandan keyin jiddiy o'zgarish qilib, butun sot kollegiyasining hammasini tamamen taqashqa va butun sot binoni kiralashga o'tgan. Shunda bo'lgancha 8 ming pound sterlin degan bino 30 ming pound sterlinga kiralashga o'tgan. Demak, 4 dasta ko'proq
iqtisodiy chiqim bo'ldi. Shunga o'xshaydigan yana biz dastlabda sot kollegiyasimi faraz qilmagan bir qism chiqimlar bo'lg'achqa yana 90 ming dollarlik 9-oydagi sot kollegiyasi uchun 90 ming dollarlik bir maliyaga ehtiyoj tug'iladi. Shunga bu munosabat bilan hozirgacha yordam qilgan qarindoshlarimiz bor. Bularga rahmat aytamiz. Bularning yana qo'lidan kelgan imkoniyat bu yerda $1 az bo'lmaydi, 10 ming dollar mı jiq bo'lmaydi buning uchun. Yeterki mushu sotning muvaffaqiyatli bo'lishini Xitoydan iborat bu bir jallat, ya'ni diktator bir hokimiyatning bu jinoyatining so'roq savolsiz qolmaydiganligini, xalqaro sotda so'roq tortilish orqali Xitoyning bu jinoyatining paş bo'lganligidan iborat ve bu mas'uliyati dunyo jamoatchiligining oldida javobgarlik tortib mushu reallikqa o'zining bir kishilik hassasini qo'yishni xohlagan har qanday bir sharqiy turkistonlikning buning yordamiga muhtojmiz va yordamiga murojaat qilamiz. Chunki bu bir milliy majburiyat va vataniy bir majburiyat. Meni yaxshi ko'rmasliginglar mumkin, dunyo qurultiyini yaxshi ko'rmasliginglar mumkin. Ammo dunyo qurultiyini yaxshi ko'rmaslik va yoki meni yaxshi ko'rmaslik bedeliga Xitoy Kommunistik partiyasi bilan Xitoy hukumati bilan o'xshash safda turib qolmanglar. Chunki ba'zilar bizni yaxshi ko'rmaslik bedeliga Xitoy Kommunistik partiyasining sotning oldi kelganini ko'rdik, torlarga chiqib kelish orqali Xitoy hukumati bilan o'xshash sanada shuning Xitoy tashqi ishlar ministrligining xolisona bayonotchiligini qilganga o'xshaydigan vazifani o'rlaganlarga shohid bo'ldik. Shuningga vatan millat Xitoyning javobgarligini tortish muhim bir masala bo'lgan vaqtning o'zida shaxsiy munosabatlarni birisini yaxshi ko'rish ko'rmaslik masalasini bir chara qayirib qo'yib, vataniy majburiyatni, milliy majburiyatni ado qilishda biroz kallamizni chaqiraylik. Shuningga buni dunyo qurultiyiga yordam deb o'ylab qolmanglar, yoki uningga buni yordam qilib qo'ymanglar. Xitoyni xalqaroliq bir sotda tortishda meningmi bir hassam bor degan milliy majburiyat nuqtasini o'ylaydi. Ashtaqa vaqtimizda ma'qulimiz yanchimizga bordi. Hozirgacha bu sotning muvaffaqiyatli bo'lganligiga, bundaq bir xalqaroliq saviyada bo'ladigan bir sot bo'lganligi gumoniy qarashlarda bo'lib, sukut tutgan insonlarimiz bo'lishi mumkin. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin va yoki maddi paketlarni ta'minlash jihatdan bo'lsin. Ba'zi insonlarning qaymoq turishi bilan, qalisi shubhalar, savol ishoratlari bilan bo'lib turib, buning nisbatan maddi ve fikri jihatdan katkıda bo'lishni o'ylagan bo'lsam, ammo to'xtab turgan insonlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo reallik o'tirda butun dunyoga BBC'dan, CNN'dan ve Erkin Asiya radio stansiyasidan, dunyo qurultiyining televizyonisidan butun dunyoga naq maydondan taqdirlab bu sotdan hammamiz uchiq oshkora ko'rsatildi. Bunga en azından neçe 10 minglagan qarindoshlarimiz abiyat degandiga kechilar qopab turib bu sotga ko'rdi. Demek reallik o'tirda buni bilgandan keyin hech bo'lmasa burun qalisi shubhislar bo'lgan ba'zi ozdurishlar bilan qaymoq turishlarning ta'siriga uchrab sukut tutgan insonlarimiz endi sukutimizni buzib guvohligimizni beraylik va qo'limizni yanchimizni silib bu sotni muvaffaqiyatli kechirish uchun moddiy bir yordamimizni qilaylik. Albatta sizlar qanchalik bu ishga ko'ngil bo'lib, qanchalik moddiy va ma'naviy jihatdan yordaminglar bo'lsa, bu texnik muvaffaqiyat bo'ldi. Xitoyni texnik ko'p jinoiy javobgarlikka tortishga hassamlar bo'lgan bo'ldi. Bu butun bir milliy harakat, butun bir xalq harakati, butun Sharqiy Turkiston xalqining butun hammasini bevosita aloqador qilgan bir harakat. Shuning bu yerda buni bir tashkiliy munosabat va yoki insonlar bilan bo'lgan shaxsiy munosabat halqasini qilib, o'tib muomala qilaydi. Shunga yana takrorlaydiganimiz hozirgacha har xil sabablar bilan sukut tutgan va yoki yordam qilish masalasida taraddud qilgan qarindoshlarimizning reallikni ko'rgandan keyin bo'lsa-mu uyqumizni echib, buningga bu sotning muvaffaqiyatli o'tishi uchun bir yordam qilishinglarni iltimos qilaman. Bu sot qaraganda ba'zida degan bo'ldi, bu necha yuz ming dollar pul xarjlab buni ko'rdinglar. Normal bir xalqaroliq bir qancha yuz kishi chaqirgan konferanslar uchun necha yuz ming dollar pul ketadi, ammo bu bunga o'xshamaydi. Normalda bundaq bir sot en azından 100 milyon dollar bilan o'tkazilgan ekan.
Nima ketadi? Masalan, shu sotni ki baş sotçusu Jeffrey Nice degan kishi qaysilarning xabari bor, xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasida Yugoslaviyaning diktatori Miloševićni sotlagan bir inson. Normalda Yevropada, Amerikada, G'arb dunyosida bir advokatga shaxsiy bir ishimiz bilan yarım saat, bir saat so'zlasak, eng aqlida $500-600 yoki €500-600 pul to'lamasak, advokat bilan ko'risholmaymiz. Ammo bunda bir Jeffrey Nice'dek va sot kollegisi 9 advokat va yoki shu mutaxassislarning bir soatlik ish haqi balki necha $10,000 bo'lishi mumkin. Balkim $400,000 bir sotchining bir yillik maoshiga yetmasligi mumkin. Ammo mushlar bir yildan ortiq vaqtning ichida insonlik uchun, adalet uchun, haqqoniyat uchun bir soat ammay bir yildan ortiq vaqtning ichida xizmat qildi. Sizning ko'nglingiz 4 kun jarayonida ashada qilgan xizmati. Bu ularning bir yilga qilgan xizmatining mingda biri. Abiyat deb o'tgandagidek senning oxirsida nurg'unlagan insonlar, doktorlar, nurg'unlagan bexatarlik xodimlari haqsiz xalisani xizmat qildi. Agar bularning hammasini soatlik bilan pul yig'ishtirmasak, bizning $400,000 pul balkim bir kunlik, yarım kunlik sotning chiqimiga yetmasligi mumkin. Demak, bularning hammasi haqsiz baqaga insonlik uchun ishildi. İnsanlık uchun ishildi. Shuningga haqlar boshqa bir millatlar mushundaq bir masalani o'zining insonlik majburiyati deb mushu fidokorlikni ko'rsatib o'tirg'i chiqayotgan vaqtimizda biz Sharqiy Turkistonliklar bo'lib, xalqimiz ustida irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan vaqtda buni sukut turish bir jinoyat. Buningga har xil banolar bilan sukut turish va yoki Xitoy hukumati bilan o'xshash saqlab turib, bu sot mahkamasiga balki bu irqiy qirg'inchilik haqida berayotgan bu harakatlarga negativ ko'z qarashlar bo'lishingiz bir jinoyat. Teşkilatlarımız, faaliyetlerimiz, faaliyet qilish jarayonida xatoliklar o'tkazish mumkin, savalliklar o'tkazish mumkin. Xatoliklarni, savalliklarni tuztog'il bo'ladi. Ammo xiyonatni, jinoyatning jazosi uningki ig'ir bo'ladi. Uni tuztog'il bo'lmaydi. U jazoga tortilishi kerak. Shuning buni farqlantirishimiz kerak. Bu munosabat bilan hammanglarga bu videoni, bu nutqni so'zlashga tug'ildi. Shuningga qarindoshlarim, eng oxirida aytib qo'ydiganim 7-oyning 25-gacha bo'lgan araliqda guvohchilarning guvohligini topshirib olish vaqtimiz bor. 8-oyning 10-kunigacha mushu $90,000 moddiy yordamni to'plab sot kollegiyasiga logistik ishlarga yo'llashimizga to'g'ri keldi. Shunda olgan chog'imizda takriban 7-oyning 25-gacha yana 20 kun vaqtimiz var, 15 kun vaqtimiz var. 8-oyning 10-gacha yani takriban 1 ay vaqtimiz varmış. 1 ay vaqtning ichida shu iqtisodni biz to'plashimiz kerak. Buni jon kassimi? Hatta her qanday imkoniyatimiz bo'lmasmi, buni biz chiqiramiz bir yer. Ammo sizlarning yordaminglar bo'lsa, biroz rohatroq harakat qila olamiz. Texmo kallimizni, energiyamizni sotning boshqa taraflaridan muvaffaqiyatli bo'lish uchun sarf qila olamiz. Shuningga hammanglarning yordamiga hozirgacha fidokorlik qildinglar. Yordaminglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarni Janobi Alloh topshirdik. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.